Qo'lingni ko'rsat. Ko'rsat, yeb qo'yarsan. Yo'q. Qo'ychur vaqalar. Tegmalaring yangi bolaga. Rustam. Sardor. Mana ular kim? Amakim bilan kelinayim. Dadamning qazosidan keyin meni shu yerga tashlab ketishdi. Kelib turamiz deyishdi. Kelishmaydi. Menga ham kelaman deyishgan. Men senga aka va do'st bo'laman. Agar gapimdan chiqmasang, o'zim seni odam qilaman. Qani, olib ketchi. Voy, nima qilib qo'yding? Noto'g'ri kesib qo'ysan-ku. Voy, endi nima qilaman? Yo'q, qandoq bo'ldi? Xo'jayinga nima deymiz? Tomliging to'g'ri ekan. Oh, Sardor, bu bolani ismi Tommas, Tolmas. Erkalatmoqchi bo'lsang, To'lik degin, To'lik. Qanaqa Tolik? Tolmas degin, mani ismim Tolmas. Nima masala o'rasmanmi? Men buni ismini aytayotganim yo'q. Toming joyidami demoqchi edim. Ha, Tom yo'q unda. Men senlarga necha marta aytaman. Meni gapimga kirlaring deb. Meni panohimda yurib, meni gapimga kirib kam bo'ldimi? Ana sportsmen. Bitta aybi sal soqovroq. Hamma gapi buning uchun men gapiraman. Hali chibildiqqa ham buni o'rniga men kirmasam bo'ldi. Bo'ldi. Voy, shu yoqmaslar. Nima qilib o'tiribsanlar? Ish joylaringni tozalamaysanlarmi? Hozir xo'jayin tushadi. Qani bo'llaring tezroq. Ha, nega aptingni bujmaytirasan? Voy, meni aptim bilan nima ishing bor? O'zingdan kattaga nimalar deyapsan? Nima derdim? Tozalash kerak bo'lsa bor, yigitlaringni chaqir deb tozala. Oromim buzasan? Bolakay, menga nima deding, shum yetim? Menga yaqinlashma. Bratuxa. Men 3 yil kung fu bilan shug'ullanganman. Bashirni hozir bizib qo'yib, mana shu barmoqlarimni ko'zlaringizga tiqib olaman. Bar. Qani, yurlaring men bilan. Nima bo'ldi? Ana bu xonsimiz bezorani adabini berib qo'ylaring. Voy, yangi bolami? Voy, baqila ular. Mana bular qani? Yana ishkal chiqarding-a, Rustam. Sardor, bu yog'iga o'zing qaraysan. Shoshmanglar yigitlar, shoshmanglar. Kelinglar, yaxshilikcha hal qilamiz. Sen aralashma. Voy Sardor, senga qo'l tekkizdimi?
menga qo'l tekkizganda chidab tura olmasdim. Shakaga o'chi. Menga qarang, Ukajon, unaqa qilmang, unaqa ishlar qilmang. Yo'q, uka. xafa qilgansan, u. Sana Fan, bakiriga. Mamlakatga sol. Mamlakatga aylan. Men yo'da solsang-chi, bakiriga sol. Voy yigitlar. Ana ikkita bezorni xonamga olib kir. Bunaqa ishlar bizga kerak emas. Keganlaringga 3 kun bo'lgani yo'q-u, nuqul boshlaring g'alvadan chiqmaydi. Yaxshisi arizalarni yozlaring, o'z xohishimcha deb, keyin ko'zimga ko'rinmalaring. Yo'q, bratan, yo'q, xo'jayin, biz boshqa qilmaymiz. Bir bo'lib qoldi-da, iltimos kechiring. Kechirmayman. Biz yetimmiz. Gapir. To'g'ri. Kechiring bizani, xo'jayin. Ming'ir-ming'ir qilmasdan, ko'zimdan dab bo'lib tuyalaringni shiqillat. Mayli. Ketamiz. Lekin haligi oylik avans deganday, avans nima bo'ladi? Avans? Ha? Senlarni zavodga keltirgan zararlaring-chi? 4 ta bolani mayib qo'yganlaring-chi, ha? Hey. Bratdan. Hey, siz bizga do'q qilmang. Xo'pmi? Birovning haqqi birovga yuqmaydi. Yetimning haqqini yeb tag'in kelib chiqmasin. Xo'pmi? Chiqmaymiz. Chiqmaymiz. Pulimizni bering. Nima bo'ldi unga? Xo'jayin. O'lib qoldimi deyman? Qarachi. Shunaqaga o'xshaydi. Endi nima qilamiz? Nima qilardik? O'zimizni priyon. Quyon. Eshikni yop. Nima gap, tinchlikmi? Ha, tinchidi. Yo'q, tinchlik. Choy olib kirar ekansiz. Uyqulari kelib qopti. Hop. Ha, bezorlar, haydashdimi? Ha, yaxshi ishlaganimiz uchun ta'til berishdi. Tezroq yugur. Bo'l tezroq. Voy yugur. Voy. Ha, yugur. Voy. Endi nima qilamiz, ha? Hamma ishlar seni deb bo'ldi. Hamma aybi menga to'nkamasam, bildingmi? Voy. Sen o'sha o'rtoq basharangni ustiga bujmay turmaganingda ishdan ham ketmagan bo'lardik. O'zing nima urishding? Men tinchgina gaplashib turgandim. Ishni tinchgina hal qilayotgandim. Men hozir ikkala ko'zingga qo'lim tiqib olaman. Ishni tinchgina hal qilarmish. Bo'pti, aybimni tan olaman. Xo'p, o'tgan ish o'tdi. Endi nima qilamiz? Shu haftaning oxirida maosh olsak ijara haqqini to'laymiz deb va'da berganmiz. Bilmadim. Qara, endi gap bunday. Sen shu yerda qimillamay tur. Men hozir ishtab chiqaman. Yarni sog'ingan go'zal kimga dutor chaladi. Yaxshimisiz uka? Xo'jayingiz qayerdalar? Onalar. Analar. Mana shu turgan. Voy baraka toping. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Kafeni xo'jayini sizmi? Kafengiz juda ham fayzli ekan. Aha. Men qarang ukajon, sizga ishchilar kerak emasmi? Yo'q, kerak emas. Kerak emasmi? Yo'q. Chiroyli kelishgan, bo'mbo'laqqina, mana bunaqalardan, mana sochuvlarni ko'tarib, manaqalardan chopib xizmat qiladigan aylanib bolalardan kerak emasmi? Yo'q, yigitlarni olmaymiz. Nima? Faqat ayollarni olasizlar. Faqat qizlarni U olamiz. bo'lsa, chidishga qo'yadigan mamlakatlarda. Bo'sh joy yo'q. Joy band. Bo'lmadimi? Bo'lmadi aka. Mayli uka, sog' bo'ling. Sog' bo'ling. O'zi kafing g'irt bepash joy ekan. Buzilib ketsin. Yo'q. Siqilma og'ayni. Ishni topamiz. Nima bu ish degani bizga kelganda urug'i qurib ketdimi? To'xta. Ana biz qayerda ishlaymiz? Sen mana shu yerda tur, qimillama. Xormang. Yaxshimisiz? Xo'jayin qayerdalar? Ha, o'na. Shu yerdamilar? Shulami? Ha, rahmat uka, salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Bu ko'radigan kun bor ekani o'zlarini ham. Assalomu alaykum boyata. O'zlari yaxshi. Akajon, mana shu joy siznikimi? Gullatib yuboribsiz, titib qo'yibsiz akajon. Jon aka ish kerak edi bizga, aylanib ketaysizlar. Bizda ish yo'q. Unaqa demang darrov. Ish bormi? Mana suv sepadigan ishlar bor. Keyin mana pistolet tiqib qo'yadigan ishlar bor. Bu joylar hammasi zabita uka. Akajon, mana majlaringizni tozalab tashlayman. Yuvadigan bor. Unaqa ham yo'qmi? Oynalaringizni, yuvadigan bor deyapman. Shunaqami? Yo'q deng? Yo'q. Mayli, o'zingizga qarang. Yo'q. Nima bo'ldi? Tush ko'ribman. Voy xudoga shukr. Tushimda kecha o'lib qolgan boshli o'rniga boshli bo'lganmishman. Qo'ysangchi. Yuragimni yorib yubording-a. Ну что, орлы? Вы 2 месяца уже обещаниями меня кормите. Гоните бабки. Opajon, maosh bermadi. 3 oyligini bitta qilib berar ekan. Hammasini olib kelib beramiz, opajon. Я вам больше не верю. Biz bugunoq ish topamizda. Ishlab pulimizni olib kelib beramiz. Я сейчас заберу ваши сумки. Когда дадите деньги, тогда я вам отдам. Понятно? О, hozir. Endi nima qilamiz? Bugun nevaralarim kelar ekan. Shunga biznikiga chiqing deb kelgan edim. Juda yaxshi bo'pti-da. Mayli, chiqaman. Qachon kelishadi? Kechga yaqin. Ha, Ludopa tinchlikmi? Sumka ko'tarib qolibsiz? Ha, anavi bolalarniki. 3 oydan beri ijara haqini so'rashadi. Qachon qarasa ertaga deyishadi. Shunga sumkalarni olib qo'ydim. Shu tomondan qochamiz. Pulni to'lashganda olib ketdim. Yaxshi. Sumkalarimiz qolaveradi. Kirlarimni ham yuvoladigan bo'lman. Bir soch kirim bor edi. Voy, shu kirni gapirmang. Umuman gapirmang. Ludopa to'xta to'g'ri. Shu paytda sumka deysan, avval pul topaylik, kelib qolib ketamiz. Qachon pul topamiz bu yurishda? Yana aslini ko'tarib nima deyapsan? Albatta ish topamiz. Choyxonaning ko'chalari tor ekan. Tor ko'chada qizlar bor ekan. Ya, yeng shunda. Nima deyapsiz? 3 kundan qilyapsiz. Ming bo'lyapti bozor narxi. Yo'q. Mana ushlab turchi. Padaringga la'nat. So'mga boradiganlar bormi? Men boraman. Bormi boradigan? Hey! Biz boramiz, men boraman Misimga. Nima ish qilish kerak? Qanaqa ish? Suvoq qilish bilasanmi? Bo'ldi aka, bo'yoqchilik. Nima ish qilamiz? Bo'yoqchilik emas, suvoqchilik. Ming so'mdan. Bo'ldi, loyishvoq. Bo'ldi akajon, yoshligimizdan loydan qotganmiz. Sheriging bormi? Bor sherigim. Sardor. Bal aralashmalaring. Sardor, oldinga o'tir. Qashlaring. Bo'ldi, boshqa xotirmalaring.
Qo'yvar. Bo'ldi, o'rtaga qo'yib bu yengil mashina, gruzovoy emas-ku. Ha, bo'ldi mana, shuni vaqtmiz. Qani kirib o'laylar, kiraveringlar. Xo'sh, mana yetib ham keldik. Mana shu hovlining hammasi bizniki. Orqada tomorqamiz ham bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman, yuringlar. Birinchi navbatda tomorqaning devorini suvaysizlar. Agar ishlaring menga yoqib qoladigan bo'lsa, 1000 so'mdan emas, 1,5 mingdan to'layman. Bu yer taxminan 3000 kvadrat metr bor. Katta pul ishlab olasanlar. Yotadigan joylaring ham, osh-ovqatlaring ham meni bo'ynimga. Bu yoqqa xotirjam bo'llaring. Ishni mana shu devorni suvashdan boshlaysizlar. Mana bu darvozani bo'yashlaringga alohida to'layman. Ishni mana shu devordan boshlab oxirigacha suvaysanlar. Xo'sh, bo'ldi. loyni mana bu yerda qilasanlar. Joyini tayyorlab qo'yman, somoni ham tayyor hatto. Hamma narsa oldilaringda. Lopatka, ketmon, hatto suvni ham kerakcha ishlataverasizlar. Tushundilaringmi? Bo'ldi, bratan. Gap bo'lish mumkin emas. Mana shu devoringizni chiroyli qilib suvab beramiz. Haligi nonushta berasizmi? Nonushta? Do'gurda yo'q edi bu. Hech bo'lmasa eski kiyim berarsiz. Hey, menga qara. Sen nima? Mardikormisan? Yo, mana to'yga keldingmi? Yo, mardikormiz. Qani yer boshlaymiz. Olishga oldik. Umringda biror marta bo'lsa ham devor suvaganmisan? 3 marta ko'rganman devor suvaganini. Ko'rgan boshqa, suvagan boshqa. Ko'p gapirmagindi. Bu yog'ini menga qo'yib ber. Bor, suvab kel. Ish qilib yana bir ishkal chiqarmasang bo'ldi-da. Mavjuda. Labbay. Mardikorlarga baquvvatroq ovqat qil. Xo'p. Hey, to'xta! Voy, palakat! Nima qilyapsanlar? Voy, suv qilyapsanlar, bizdan yopayapsanlarmi? Nima qilganlaring? Qiziqarlar nima qilganlaring? Voy, shuncha loy, shuncha somon, hammasi rasvo qilsanlar-ku. Voy, hamma rasvo bo'libdi. Hey, menga qara, nega qaqqay turdi-mi? O'zi suvadik. Qo'yvarsinmi? Ha, qo'yvar. Qo'yvar. Hop. Voy, loy ketdi-ku. Voy, palakat, nima qildilaring, ha? Nima qilib qo'ydilaring? Voy, menga qara, shuncha somon bilan loy rasvo qilsanlar. Hozir aytsanlar, uni ko'rsataman. Hozir onalaring uchun qo'rqadan ko'rsataman. Qochdik. O'zimizni bir yo'q qo'yor. Yugur, orqaga qarama. Bitta suvaga nima qilasizmi? Endi 100 pulga yana nima qilib beraylik? Tavba qildim men. Endi nima qilaman? Xo'jayinga nima deyman, ha? Xo'jayinga nima deyman? Voy, bo'loying boshingga qolsa. Voy, bu zamonam. Voy. Xo'jayinga nima deyman? Xudoni o'zi bir asradi. Qo'lidagi so'yli bilan boshingga bir tushirsa bormi? Narigi dunyoga xayr qo'shib nasihat qilib yuborarding-da. O'zini emas-ku, birovni. Qani endi ham muttaham. 2000 ni olib 1000 dan beryaptim, maras. Butulka olamiz. Butulka patpoyim. Butulkani qanchadan olasan? Har bittasi 20 so'mdan aka. Bundan bir narsa topasanmi o'zi? Nima deyapsiz aka? Million topaman, million. Bu aravendagi butulkalarni nechga sotasan?
Ey aka, mana bu butulkalarni baronga borib topshirsam, kuniga 200 ming topaman. Nima? Iya, shu butulkalarga ya. Конечно. Mahallang qayerda o'zi? Qo'ylu mavzesidagi Bambay mahallasida turaman. Ey, butulka sotasizmi yo'qmi aka? Ma. Ha, ola qol. Mana 40 so'm. Rahmat. Sog' bo'ling aka. Butulka olaman naqd pulga. Harom o'lgur. Endi mana aytganimni qilasan. Butulka olaman, butulka. Ey, butulka olasanmi? Olaman aka. Kel. Hoppa. Qani. Haydan o't. Qani? Hayda. Qani hayda. Mana hayda. Bunday ish haydaganmisiz? Sen o'tirma. Eshik topmay bo'ladi. Ul. Ibi? Iya, aravan qani? Aravon qani? Ana uritana yutana topilur do'st begona butulkani sotamiz baronaga boramiz. Lo'li qizni ham asal bo'lar ekanmiz Sardor. Basharing qursin. Ey jonidan. Gap ochiq qanaqaligini o'rgan. Basharing qursin. O'rdingmi? O'rgangin. O'cha Rustam, hozir joningni ayirlasan. Mana qara. Hozir o'zingni joningni qilib qo'yishadi. Sardor, bularga nima kerak ekan? Men qayerdan bilaman? Assalomu alaykum. Sizlarga nima kerak akalar? Hoy, bizni mahallada nima qilib yuribsan? Kechirasizlar. Bizga haligi otlar nima edi ya? Baron aka kerak edi. Baronaga kerak ekan, nega men xotirmay gap otyapsan? Yo'q, gap otmadik. Haligi biza mahalladagi bola bizni tosh otishdi. Siz kulmoqchimisan? Yo'q. Gapni aylantirma. Yo'q. Haligi hey, Baron aka. Nimaga? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Baron aka, tinchmisiz? Tinchlikmi? Tinchmi? Men yaxshimisiz? Men o'ylagandek odam ekansiz. Va alaykum assalom. Rava inja. Xo'p. Rav. Men Biz tomonga nima qilib yuribsan? Ey akajon, Baron aka, tovar olib keldik sizga, tovar. Qanaqa tovar? Mana bir arava butulka. Ana. Qanchadan topshirmoqchisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Qanchadan? Hammasiga 200 ming. Jinni bo'lganmisan? Millatingmi o'zi? Negrmi? Yo'q, biz lo'li akajon, lo'li. Bo'lmasa nimaga sen tanimayapman? Biz boshqa mahalladanmiz. Yuzlaringga ko'mir surganmisanlar? Biz haligi ko'mir tashiganmiz kecha. Ko'mir. Qani kiraylik, qolganini uyda gaplashamiz. Marhamat, qani Baron akajon. Qani. Obkir, Sardor, obkir. Eshak arava, butulkang bilan hammasiga 100 ming beraman. Eshak arava bilan? Bo'lmaydi. Arava paravasi bilan 200 ming bo'ladi. Jinnimisan? Aravani egasiga qaytarishimiz kerak-ku. Sen aralashmay tur, jim o'tir. Tomka, nima deyapti? Bumi Baron akam kamroq aytyaptilar, sal qo'shsinlar deyapti. Xohlasalaring shu, bo'lmasa katta ko'cha. Bo'ldi. Baron aka, biz rozimiz. Soqqan saning. Mana 100 ming. Stalin. İnhar yazılışlar. Xuddi o'zi. Bizni eshak. Nima deyapsiz? Tuhmat qilmay aka. Baron aka, o'rtog'ingizga ayting, tuhmat qilmasinlar.
Akajon, hafta oldin bu eshakni biz arendaga olgandik, jon aka. Qarang. O'zingiz ham ayting, Stalin. Xuddi o'zi. Nima sani eshak aravangdan boshqa eshak arava bu yerda yo'qmi? Baron akajon, mani eshak aravamni o'g'irlab ketishdi. Iye dadajon. Kim? Ikkita bola, ikkita. Mana shular emasmi? Shular emasmi? O'xshar ekan mana shularga. Yo'q. Faqat yo'q. Ular oqadi. Ha, oqadi. Yo'q, lekin o'xshar ekan. Mana shular. Yo'q, o'xshamaymiz, Baron akajon. Biz unaqa emas. Sardor, o'zimizni priyon qochdik. To'xtalang, soqqan tashabchi. Ushla ularni. Ushlalaring o'g'rilarni, ushlalaring. To'xtat. O'sangchi. Tezroq. Nami kimlading? O'sangchi. Haydang. Voy sho'pir aka, haydang, bo'ling. Tezroq mashinangizni haydang. Nima bo'ldi? Bizni qo'shyapti. Biz maxfiy agentlarmiz. Dodam, maxfiy agentlar tushunyapsizmi? Tekshiruvchilarimiz. Haydasangchi, haydang. Faqildim, nimaga tushunmaysiz? Dodajon shirinlik qildi, jon. Menga qara. Tezroq bo'l. Sho'pir aka, tezroq bo'ling, haydang. Ketimizdan quvlashyapti. Nega cho'zilasiz? Bo'ling. Tezroq hayda. Nima, charchadingizmi? Bilmadim. Nimagadir boshim og'riyapti. Balki qorningiz ochgandir. Biror narsa yeysizmi? Rahmat. Qornim to'q. Nega menga unaqa qarayapsiz? Kim? Manmi? Yo'q. Ismingiz nima? Ismim Barno. Meni ismim Sardor. Hali uylamaganman. Yo'q, nimalar deyapman o'zi? Men ham turmushga chiqmaganman. Hozircha institutda 3-kursda o'qiyman. 50 unga, 50 menga. Yengilroqni o'zimga olaman. Ha? Nima gap? Menga ham aytinglar. O'zi bitta edi. Uni ham gapirib bo'ldik-da. Bu meni dugonam Laylo. Birga o'qiymiz. Ham qishloqmiz. Ha? O'tirishing boshqacha? Yo'q, o'zim shunchaki. Shu qizlarni u yer berga olib borib aylantirsakmikan? Muzqaymoq degandek. Qayoqqa? Biron bir bahoraro joyga borib o'tiramiz. Ha? U yoq bu yoqdan gaplashardik. Ha? Zo'r taklif. Biz rozimiz. Nima deyapsan, Laylo? O'pka. Cho'ntagingda xemiri ham yo'q-ku, namuncha kirilasan. Ha? Mana buni xo'jayin senga berib yubordi. Ma. Qaysi xo'jayin? Buni sal esi kirdi chiqtiroq bo'lib qolgan. Jinnimisan? Baron aka. Ha. Xo'sh, qizlar, xullas bitta o'tirish mana mendan. Qani, ketdik. Yaxshi. Qizlar, hoy qizlar. Tezroq kelinglar, muzqaymoq yeymiz. Ya? Mana qizlar hammasidan dugonanglarmi? Tashlayman qadam, biroq masmur chidab
bo'lmay umrimni egalatib omad orzudan umid qilmasdan tangrimdan so'ray xatam so'niyat ko'nglimga joylab tashlardan qadam barangmasmi chidab boray hayot yo'lida yolg'iz rostni bilib yashay taqdirni qo'lida har on barangmasmi chidab boray hayot yo'lida yolg'iz rostni bilib yashay taqdirni qo'lida So'ra qizlar ekanmi? Lekin pulni hammasini yeb ketishdi. Ijara haqini endi qanday to'laymiz? O'zing-ku bitta o'tirishmandan deb hammalarni taklif qilgan. Men qayerdan bilibman? Qayerdan bilaman? Men ikkala o'ylabman. Ular bir to'da bo'lib hammasi yopirilib keldi. Boshim qotib turibdi. Bugun qayerda turamiz? Lidopaning uyiga kirmasligimiz turgan gap. Hamma tanishlarimizgina aylanib chiqdik. Qayerga boramiz? Boshim qotdi. Hoy. Oh. Ha? Ha? Ja hayolat og'ushga cho'mdingiz. Yo Barnoxonni sevib qoldingizmi? Juda odobli, hayoliy qiz ekan. Bilaman. Sen uni sevib qolgansan. Ha? Nima qilibdi? Nima qilibdi? Buning iloji yo'q. Sen shaharda, u qishloqda. Manzilni olib qolganman. Yo'q. Kerak bo'lsa orqasidan boraman. Rostdanmi? Bo'pti. Menga qara. Hozir ish topamizda, pul ishlab, o'sha qishloqqa boramiz. Men aytganman, seni odam qilaman deb. Hali o'zim uylantirib qo'yaman. Qani yur ketdik. Laylo, men hamma gapni oyimga aytdim. Kutyapsanmi? Ha, kutyapman. Voy jinnivoy. Sen hali uning gaplariga ishonib yuribsanmi? Shaharda yigitlarning hammasi yolg'onchi bo'ladi. Ko'ngil xushligi uchun hech narsadan toyishmaydi. Va'dabozlar. Mana ko'rasan. Baribir keladi u. Kelishdiga, shu paytdan boshlab jiddiy bo'lamiz. Nayrambozlikni eshittiramiz. Bu nima ekan? Qani? Ya. Ha? Nima bo'ldi? Voy, omadimiz bor ekan. Men namuncha qo'liqasan. Bor. Hamma bizga qarayapti. Menga qara, ish topildi, ish. Qanaqa ish? Bilmadim. Yur, hozir topamiz. Mana shu yaqinda bo'lish kerak ekan. Saunada ish. Qanday ajoyib. Qayerda ekan? Qayerda bo'lishi mumkin, ha? To'xtachi, mana u. Ha? O'shadir. Qarachi. Aha. Ha, xuddi shu yer. Ketdik. Tavba. Burnimizni tegida turgan ekan, shuncha qidiribmiz, ha. Lekin chiroyli joy ekan. Ha, Sardor? Bu yerda jiddiy ish bo'lsa kerak. Qara, kiraveraylikchi, bir gap bo'lar. Kiraver. Qayerda ekan endi, ha? O, ana. Assalomu alaykum opa. Va alaykum assalom. Ha, yaxshimisiz? Yaxshiman. Biz haligi mana e'lon bo'yicha keldik. E'lonni yaxshi o'qidinglarmi? Ha, o'qidik, ha? Bizga erkak kishi kerak emas, ayol kishi kerak. Bizga farqi yo'q. Biz hamma ishni qilaveramiz, opa. Erkak kishilarga ham xizmat ko'rsatib yuborasizlarmi? Yo'q. Biz faqat ayollarga xizmat ko'rsatamiz. Shunaqami? Yaxshi yigit ekansizlar. Yuringlar. Xo'p. Qaylimisan? Hay. Jojalarim chip jojalarim. Mana shir jojalarim. Saunada jojalarim. Oh. Nima xohmishsan? Ha, umuman olganda ishimiz yomon emas-ku. Baribir bizni hech kim tanimasa, nima farqi bor? Nima deding? Seni bilmadim-ku. Negadir men o'zimni sal noqulay sezyapman. Hech qisi yo'q, o'rganib ketasan. Bo'l, qani tez ishingni qil. Hozir opa kelib qolsa urush beradi. Iya? Ha? Assalomu alaykum opajon. Opajonimdan aylanay, yaxshimisiz, tinchmisiz? O'zim o'rgilay. Hozir bizga avans berib, qo'llari charchab qolmasin, pullarni sanab opajonimdan avans. Salla jinnimisanlar? Ishlaganga bir hafta bo'lmasdan pul so'raysanlar? 10-15 kun ishla, keyin so'ra, ishlaringni qilaring. Voy, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Yaxshimisiz? Yordammisiz? Endi siz bor ekansiz, birga kelib turamizda, ha? Judayam ochilib ketibsizmi? Sardor, paketlarni olib kir. Tinchmisiz? Baxtimga doim omon bo'ling. 2 soatga.
Jip, akajonim, kastim shimli, akajonim. Pul bermadi. Ey, kallamga bir fikr keldi. Yana qanaqa fikr? Tur. O'zing boraver. Tira. Uch. Yana bir bog'ni boshlamoqchisan-da. Mazzaligini qaraya. Rosa suvmadi ekan aka. Bala o'p ketdi-ya. Yur endi, yur. Tezroq yur. Rustam? Ha. Rustam, cho'ndagi to'la pul-ku. Buni qara. O, telefon. Qani? $1 Menga qara Rustam. Ha, Shu ishni bekor qildik-ku. menga qara. Barnoni ko'rging kelyaptimi? Ha? Unda jim, yur, ketdik. Ha, yo'l bo'lsin yigitlar. Ha? To'yga ketyapmiz, to'yga. Nimaga keldik bu yerga? Nima kerak bor mana bu mashinani? Biz qizlarni oldida rosa maqtanib qo'ydikmi? Ha, ularni oldiga tuzukroq mashinada bormasak bo'lmaydi-ku. Pulichi? Puldan xavotir olma. 2 cho'ntak to'la pul. Telefonimiz ham bor. Mashina topsak bo'ldi. Nimalar deyapsan? Bularning hammasi kiyimlar, telefonlar bizniki emas-ku. Do'stim, boyib ketsak, albatta qaytaramiz. Hozir aralashma. Akajon. Aka. Assalomu alaykum akajon. Assalomu alaykum. Ana, istaganingizni beramiz aka. Bizni Namanganni yangi qo'rg'oniga borib qo'ying. Sopasini bersanglar, gap yo'q. Bo'ldi, kelishdik aka. Bo'ldi. Rahmat. Xo'p. Qani, o'tir mashinaga. Sho'praga tezroq bo'ling. O'tiringlar. Do'stim, menga haligi qizlar bergan manzilni berchi? Mana. Sho'praga Labbay. bizga mana shu manzil kerak. Kerak bo'lsa kerak-da. Mayli. Qimmatingiz ayamaysiz. Bu yog'ini menga qo'yib bering. Siz musiqada balandroq qiling. Bo'ldi. Mana. Manzarani qara do'stim. Ey, zanjirimizda shaharda, ha? Juda ham chiroyli joylar ekan. Hada, shuni aytaman-da. Sho'praga kelib qoldikmi? Ha, uzr. Sho'praga? Kelib qoldikmi? Ayo, ancha bor. Lekin shularni ham yaxshi ko'rar ekansiz. Ha. Kim bu? Ashulachi qiz? Emas, hayotdan bilaman. Hozir taksistdan ham ashulachi so'raydi. Ha? Siz birontasini so'rab o'qingchi. Bu qishloq qayerda ekan? Havo zo'rligini. Buni tog'ning havosi deydilar, do'stim. Shirkramizmi? Kerakmi? Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Mana shu manzilga qanday borcha bo'ladi? Ha, managami? Ha. Voy bu, jazol-ku. Voy, bizlarning qishloqqa ham shunaqa mashina kelib qopti-yu. Qo'yinglar qizlar, ketaylik, tushyapti.
Mashina ko'rmaganmi bular? To'g'ri ketasiz. Sanso chiqadi. Sansodan o'tib yursangiz, ko'prik chiqadi. Ko'prikning tepasiga yozib qo'yibdi. Mana qishloq. Mana shu manzilmi? Ha, xuddi shu. Rahmat. Mayli, Sog' sog' bo'ling. Xo'p. Rahmat sizga. Bo'pti. Soat boqib bering. Bilib oldim. Xo'p. Xo'p, sog' bo'ling. Rahmat sizga, sog' bo'ling. Anqayman, ketdik. Endi gap bunda azizlar. Ertalab qo'ng'iroq qilishdi. Shahardan tekshiruvchilar kelarmish. Yo'q, odamlarga tayinlab qo'yinglar. Har xil bema'ni gaplarni gapirishmasin. Xo'p. Ishlarini boplab qotirishsin. Xo'pmi? Xo'p bo'ladi. Hammasini bajaramiz. Hammasini bajaramiz, rais. Ko'z quloq bo'lib turing. Xo'p bo'ladi. Ana, rais buva, komissiya kelyapti. Biramiz ketdi. Sho'fir aka, ketib qolmang, birpas kutib turing-a. Kelinglar. Qadaminglarga hasanat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglarmi? Agent bolalarim, yaxshimisizlar? Xush kelibsizlar. Qayerdan taniysiz bizni? Eshiklarda yo'qmi? Qochib mashinaning ichiga kirganlar. Esimga tushdi. Esimga tushdi amaki. Tog' bilan ushlashmaydi. Odam bilan ushlashadi qarang. Sizlarni kelishinglar anchadan beri kutyapmiz. Bizga xabar qilishdi kelishadi deb. Kim? Haligi hokim buva telefon qiluvdilar. Bizda hammasi joyida, ishlashyapti. Oyliklarni vaqtida olishyapti. Kechirasiz-ku, lekin biz Yo'q, lekin pekini yo'q. Rahmat. Hammasi joyida. Mana ko'ryapsizlar. Mayli bo'lmasa, bizga ruxsat endi. Adashmadinglar. Biz hammasini ko'rdik, hamma ish joyida, hamma ishlayapti. Salomat bo'linglar. Bu choypoy deganlaringiz Beni choy bersalar bo'lardi. Oh. Yur. Qara, Barno. Ko'rdim. Shaharda yigitlar kelibdi. Hey, rais buva. Otaginam. Otaginam. O'zim otam, otajonim. Ko'ndirdingiz. Ana. Nimaga ko'ndirdingiz? Bo'lardi. Qolishgada. Shundasizlarmi? Mana shu qishloqda qolamiz. Yo'q desak odobdan bo'lmas. Alabay. To'g'ri qilasizlar. Hali aytdim-ku, qolishar ekan deb. Ana yasha. Bitta qo'chqor olib kelsalar. So'yvaringlar. To'xtang. Shopir chaqiryapti shekilli. Haligi avans beraman dedim. Yo'q, ovora bo'lmang, o'zimiz to'laymiz. Qancha ekan? 100 mingda. To'la. Mayli, berib yuboravering, bu yoqni o'zimiz to'g'rilaymiz. Yozib qo'yaymi? Ma. Aborib berxo, boraxo. Xo'jayinlar 3-4 kun turishar ekan. Sizga ruxsat. Naboda kerak bo'lsa chaqirtirib olishar ekan. Mana avans. Rahmat. xo'jayinmish. Aferistlar bular. Azizlar, bugungi kun biz uchun ajoyib kun bo'ldi. Men hamkasblar, men yana bir bor mana shu qadahni hurmatli mehmonlari sog'lig'i uchun ko'tarmoqchiman. Ha. Ana, yaxshi gap bo'ldi. Chiroyli gap bo'ldi. Zo'r gapirdilar. To'g'rimi, rais? Qoyilman sizga. Ana, olamiz. Qani, olib qo'yinglar yigitlar. Ey yashag'ing, piyolarni menga oling. Demakda oling.
gapirdi ham Gazak nima bering. qilar ekansan? Marhamat. Mana may Ey, yasha. ichsang oqil u dono bilan ich, kam ich, oz ich, ibo bilan ich. Bu Umar Hayyor rais bu. Qaravoring, telefon jiringlayapti. Telefon? Kimni telefoni? Qaravorchi. Telefon jiringlayapti. Ana aytdimi? Xo'sh, keyinchi. Alo. Aga. O, qaydasan muttaham o'g'rilar? Hozirroq narsalarni qaytarmasalaring, onangni Uchqo'rg'ondan ko'rsaman, tushundingmi? Kim o'g'ri? O'zing o'g'risan. Yonimda bo'lganingda abjag'ingni chiqarib qo'yardim. Iflos. Ye, qani menga ber. Ho! Molni joyiga olib kelib qo'y. Bo'lmasa qamat o'raman. Seni o'sha. Tinchlikmi? Nima gap? Telefonda gapirayotgan kim edi? Haligi ishini tutuvchimiz. Moldan kamomad chiqibdi. Joyiga qo'yib qo'ydi dedi. Endi rais buva bizga javob bersangiz. Bu biz haliga aytgan joyingizga borib o'tiribsizlarda. Yo. Shu yerda qola qolinglar. Yo'q, biz endi juda ham charchadik. Yozuv-chizuv ishlarimiz bor rais buva. Bo'pti. Bo'lmasa mehmonlarni olib borib joylab kelinglar. Xo'p. Nima kamchilik bo'lsa agar, hammasini yes qilinglar, ha? Xo'p, bo'ladi. Senga aytgandim-ku, dugonajon, kelishadi deb. Ishonmading. To'g'ri aytasan. Qara, shaharliklarning qishloqqa kelishiga ishonmagandim-da. Yuragim sezgandi. Baxtlisan-a, dugonajon? Albatta baxtliman. Senga havasim keladi. Laylajon, Rustam ham yomon yigitga o'xshamaydi-ku. Nima deding? Voy. Rostini aytsam, siz juda ham zo'r odam ekansiz. Zo'r ekansiz. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Yaxshi-ku. Namaste. Yaxshi keldingiz. Yarashibdi. Juda yarashibdi. Namaste. Xush kelibsizlar. Xush kelibsiz. Yozib qo'ying. Xush kelibsizlar, aziz mehmonlar. Qani ichkariga marhamat. Rahmat. Ichkariga kiringlar. Yaxshi, boshqacha yo'q. Mana abitabaq pachanga o'xshaysanmi? Kunlari qara. Bu hindlarning shiva xudosining timsoli. Yonidagi piliklarni ham Hindistondan olib kelganman. Haligi o'zimizda isiriq bor-ku. O'shanga o'xshab tutab turadi. Hidi kelib turibdi. Men shaxsan 2 marta Hindistonda bo'lganman. O'sha yerda meni Amitabh. O'zi o'xsharkansiz. Men Amitabh bachani juda ham hurmat qilaman. Shuning uchun soch soqolimni ham unga o'xshatib qo'yganman. Ha, qishloqda ham meni Amitabh deb chaqirishadi. Ko'p gapirib uzr. Yo'q. Ovqat Yo'q. Qornimiz to'q. Biz ozgina dam olsak degandik. mayli. Agar biror narsa kerak bo'lsa, iloji bo'lsa choymi, suvmi bersangiz. Bo'pti, hozir olib kelishadi. Hozir. Yog' zo'r bo'ldi. Hey, men qara, bunaqa bo'lishini hech ham kutmagan edim. Maza qilib dam olamiz, qizlar bilan ham gaplashib olamiz. Menga qara. Bizni tekshiruvchilarning o'rnida ko'rishdi. Haqiqiy tekshiruvchilar kelsa nima qilamiz? Menga qaragin do'stim. Bu yoqdan xavotir olma, bir ilojini toparmiz. Bir kun bo'lsa ham maza qilib yashash kerak. Shiva xudosi aytgan. Bugunni o'yla. Ertaga bir gap bo'lar. Mumkinmi? Hey, do'stim, biz Hindistondamizmi? Bittasi Amitabh Bachchan, bunisi Hema Malini shekilli. O'zim ham hayronman. Yaxshi yigit, men Hema Malini emasman, Ziyoda omonman. Voy, shunaqami? Undaman. Salmon hamman. Ana. Voy, rostdanmi? Tanishganimdan xursandman. Qaysi biridan ichasizlar? Men umuman ichmayman. Bo'lmasam siz icha qoling. Mayli. Sazingiz o'lmasin. Sizni qo'lingizdan zahar bo'lsa ham ichaman. Qo'yavering, xola. Birinchidan, meni xola demang, xo'pmi? Uzr. Men hali juda ham yoshman.
Ikkinchidan o'zbekman. Lekin Hindistonga borishni juda ham orzu qilaman, bilasizmi? Juda ham orzu qilaman. Shuning uchun kiyincha kiyinib yuraman-da. Boshqa hech narsa kerak emasmi? Yo'q, rahmat. Mayli bo'lmasam, sizlar yaxshi o'tiringlar, xo'pmi? Mayli, rahmat. Orzungizga. Yaxshi dam olinglar, xo'pmi? Xo'p. Yaxshi o'tiringlar. Xo'p, bo'ling. को सांसों में ढलने दो जरा सांसों में ढलने दो जरा धीमी सी धड़कन को बढ़ने दो जरा लम्हों की गुजारिश है ये पास आ जाए हम Men ochdim. Meniki ham kam. Men ham ochaman. Shiyam karta bo'ldi-yu. Abdulla. Xo'sh, nima yangilik olib kelding, Vitsin? Anu, barnoni boru. Xo'sh. Layla orqali surishtirdim. Hey, chaynalmay tezroq gapirib Vitsin. U seni yaxshi ko'rmas ekan. Nima? Orqamdan itda yurmasin dedi. Nima dedi? Men emas. Hali it bo'lib qoldimmi? U gapirdi. Qo'y jonim. Men unga ko'rsatib qo'yaman kim itligini. Sen nega jim o'tiribsan? Ishlaring nima bo'ldi? O'sha gaplashdim.
eski narxda qancha bo'lsa shuncha ko'p olaman deyapti. Ey, menga qarang. O'ynaymizmi yo razborka bilan shug'ullanamizmi? Ha, qayerda yuribsan? Ular kirib ketishdi-yu. Mana, olib ketyapman-u. Namchi shoshirasiz? Tez qimirla. To'g'ri. Qolishdi. Ha, nima gap? Tinchlikmi? Eshitib ko'ring. Bu nima gap? Ha? Eshitib ko'ring. Qanaqa ovoz? G'alati ovozlar kelyapti. Qarang, voy. Ha? Namuncha ertalabda hammaylar yig'ilib oldinglar. Tinchlikmi? Nonushta. Bilmadim. Haligi nonushta olib kelgandik. Ruxsat sizlarga. Namaste. Xo'p, bunaqa emasda, ketdik. Xo'p. Nima qilasizlar? Mehmonlarni saharlab bezovta qilib, necha marta aytish kerak sizlarga? Ha? Assalomu alaykum usta. Va alaykum. Yaxshimisan? Ular keldingmi? Ha, faqat 100 so'm kamroq. Ha, mayli. Ertaga terarsan. Menga qara. Ana u o'rtog'ing quloq emasmi? Nodirmi? Ya, u men kursdoshim. Ha, mayli. Yana yoshlardan bir ikkitasini top kelgan, xo'pmi? Birinchisini tekinga beraman. Seni ham qarzingdan kechaman. Mayli, endi bora qol. Xo'p, ertagacha. Ha. Ular yosh emasmi, ha? Ey, o'sar, kattalardan foyda yo'q. Bizga yoshlik kerak. Yoshlar bo'lsa, oshig'ing olchi. Xafa bo'lmagin-u, shu akalaring menga hech ham yoqmaydi. Birinchi sigaretni chekishga o'rgatishdi. Endi mana buni. Ko'rmayapsanmi? U bolalar juda zalatoy. Bilmas ekansan. Sen yaxshi buni bir chekib ko'r, maza qilasan. Yo'q, men chekmayman. Sen ham chekmasang bo'lardi, o'rtoq. Oqibati yomon buni. Otammisan? Yo, onammisan? Nasihatingga muhtoj emasman, tushunding? Bor, sot meni. Qo'rqma, men chaqimchi emasman. Yetsin. Uylanadigan bo'lib qolsan-u, haqim degan narsa yo'q. Ahmoq. Bo'pti, ketdik. Ye, o'rtoq, senga nima bo'ldi? O'rtoqman. Meni qo'rqitma. Asam qochib qol. Uyga olib bor meni. Yelkamga min. Meni qo'rqitma, o'rtoq. Qizim, kechagi sotib kelgan piyozni pulini nima qilding? Ozginasini ishlatdim. Qolgani ko'rpani orasida turibdi-yu. Menga qara. Hamma yo'ni axtarib chiqdim. Ha, pul hech joyda yo'q-ku. O'zingiz olib bu joyga qo'ygansiz, esingizda yo'q. Bizni uyda kim tegardi? Opa. Ani, oyog'ingni. Voy bolam, tinchlikmi? Bilmadim, o'xshib ketayotgandik. Birdan mazasi qochib qoldi. Hoy dodasi, qayerdasiz? Navarangiz mazasi qochibdi-ku. Ana mehmonlar ham keldi. Ota, mehmonlarni o'zingiz kutib oling. Ha, ana. Assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Assalomu alaykum. Nonushta tayyormi? Marhamat. Mana bizni boyligimiz. Yaxshi dam oldingiz, mehmon keling. Odamlarimiz ahil oyliklarini vaqtida olishadi. Yo'q. Ha.
Yaxshi. Yaxshi. Qani o'zing yetishib o'tiraman mehmon. Rais buva. Ana boradigan joylar qayerda edi? Zahar qayib qoldi. To'g'ri. Kechap. Rahmat, bu yog'ini Rustamga tushuntiravering. Mana bu bizni qora mollarimiz. Kuniga taxminan 10 tonna sut topshiramiz. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Kelishingizni bilar edim. Rostdanmi? O'zim ham siz yo'nab ketganingizdan keyin halovatimni yo'qotdim. Agar sizni topolmaganimda bilmadim nima bo'lardi. Bu yerga meni deb keldingizmi yo anavi ishingiz yuzasidanmi? Albatta sizni deb keldim. Ish bahona, didor g'animat. Yo'q, men shaharliklarga ishonmayman. Aldoqchi bo'lishadi ular. Aldab ketadi. Va'daboz bo'lishadi. Nega unday deysiz? Barno, bu yoqqa kel. Voy. Oyim. Siz boshingizni ko'tarmasdan tezroq qoching, xo'pmi? Qachon yana uchrashamiz? Men o'zim sizni topaman. Qoch. Qoch deyapman. Qoch. Namuncha xayol surib qolding? Ha, o'zim shunday. Ayyorlik qilma. Men seni yaxshi bilaman. Ana o'sha shaharda yigitlar bilan gaplashib turganingni kecha o'z ko'zim bilan ko'rdim. Uzumzor panasida. Shaharlik yigitlarga ishonib bo'lmaydi. Menga qara, uni qayerdan taniysan? Toshkentga borganimizda tanishib qoluvdik. Keyin o'zi yaxshi ko'rib izlab kelibdi. Axir sizga aytgandim-ku. Ular bizni xo'jaligimizni tekshirgani kelishdi shekilli. Bularni boshliqlari bizni qishloqqa yuborishibdi. Bizni qishloqqa borishlarini o'zlari iltimos qilishgan. Qolganlarini boshqa qishloqqa yuborishgan. Sen u yigitni biznesmen deganding shekilli-yu, qizi? Ha, oyi. Ularni firmalari bor. Keyin davlat ishida ham ishlashadi. Ha, shunaqami? O bu shaharliklari ja aqlli, ishbilarmon bo'lishadi-da bular. Menga qara. Uyimizga bir taklif qilgin. Bahonada tanishib olardik. Sinab ko'rarmidik? Voy, qanday chaqiraman? Axir uyalaman-ku. Taklif qila qol. Gaplashib ko'raman o'zim. Stay. Laylaxon, qalaysiz? Yaxshimisiz? Aha, ishingni qil. Va. Mana bizni hovlimiz. Juda yaxshi. Marhamat. Assalomu alaykum rais buva. Iye. Va alaykum assalom. Vitsa nima qilibdi bu yerda? Rais buva o'zingiz aytdingiz, tutadi qo'yinglar deb. Ha, esimdan chiqdi. Bo'ldi. Qani yuravering. Qani. Marhamat qilinglar. Marhamat. Ha, zo'r. Qani, marhamat. Yo, o'zlari. O'zlari. Yo, mehmon. Rahmat. Bismillahirrohmanirrohim. Qizim, choyingni olib boraver. Yaxshimisiz? Rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Rais buva? Labbay. Televizor qo'ysam maylimi? Bemalol. Rahmat. Mana shunisi bo'lsa kerak. Voy. Baba palaka. Kimdir voy dedimi? Yo'q, ko'chada kimdir baqirdi. Hali televizor qo'ymadingizmi? Yo'q. Ya, rais buva? Bu yoshligingizda tushgan rasmingizmi? Ha, shunaqa. Ja chiroyli bo'lgan ekansiz lekin. Qani mehmon, keling. Xo'p.
Ha, okey. Dada, mehmon, xush kelibsiz. Yasha. Qishloqni qizlari menga juda ham yoqadi-da. Bir narsa dedingiz mehmon? Ha? Yo'q, qishloqni qizlari juda ham odobli bo'ladi deyman. Ha, choydalik. Ha, ajoyib bahavo joylar ekan-da, Sardor. Quvonchim ichimga sig'mayapti. Ye? Sardor? Ana bizni jononlar. Qo'ysangchi bunaqa bema'ni gaplarni. Salom qizlar. Salom, yaxshimisiz? Sizlarni jak kuttirib qo'ymadikmi? Qo'ysangchi bunaqa kinoyali gaplarni. Salom qizlar, yaxshi keldinglarmi? Biz-ku bir amallab keldik. O'zlaringiz kutib qolmadilaringizmi? Bilasiz-ku, Barno. Sizni butun umr kutishga ham tayyorman. Ayyorman degan, ayyorman. Bir narsa dedingizmi? Yo'q, bir aylanib kelsak degan edim. Mayli. Faqat tez qaytamiz. Buncha bular noz qiladi desam, shaharlik oliftalarni yaxshi ko'rib qolishibdi-da. Bevafo. Bilasizmi? Sizdan hech ham uzoqlashmasam deyman. Kechalari tushlarimga ham kirib chiqasiz. Sizni qanday qilib bu yerdan olib ketsam deyman. Men shaharlikka tegmayman. Barnoxon. Sizga bor haqiqatni aytgim keladi-yu, ammo sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqaman. Sardor aka, eshitdingizmi? Bizni kimdir kuzatyaptimi? Kuzatsa kuzatar, nima bo'pti? Bu yer sizga shahar emas, qishloq. Odamlar tezda gap qilib yuborishadi. U sizning shahringizda. Hech kim bilan hech kimning ishi bo'lmaydi. Shuning uchun sizni bu yerdan olib ketsam deyman deb, Barnoxon. Voy nomard. Qo'lidan ushladi-ya. O'pma yuzidan o'pma. Shoshma olifta endi tamomsan. Avvaliga ular kamchilik edi. Keyin ko'payib ketishdi. 10 kishi bo'lishdi. Yo'q, 15 ta. Hamma yog'imizdan o'rab olishdi. Bundoq qaradim, men bilasiz-ku. Shuna qarab turib, qach qo'y tashadim. Shunday yotdi hammasi. Bilasizmi? Rostdanmi? Men jahldor bo'laman. Men вообще yomon jahlim chiqsa, yejima ko'rinmay qoladi meni ko'zimga. Lekin men jahlni yoqtirmayman uncha. Ochig'i jayjuvash. Bilasizmi, Sardor aka, oyim sizni shu bugun uyga mehmonga taklif qilgin dedilar. Qanaqa qilib boraman? Uyat bo'ladi-ku. Ha, nima bo'pti? Agar bormasangiz xafa bo'laman. Bo'pti, boraman. Faqat uchrashuvga chiqmayman demang. Qo'shdim. Abdulla. Men ham qo'shaman. Abdulla? Aytsin, tinchlikmi? Ana u Toshkentdan kelgan ikkita olifta bor-ku. O'sha bizani qishloq qizlarini urab yuribdi. Ha, yurgan bo'lsa yuribdi-da, bizga nima? Bizga nima deganing nima, Abdulla? Axir ulardan biri meni sevgilim Laylo. Ha? Sevgilidan ayrilib qolsan-da. Battar bo'l. Qachon qarama, og'zingdagi oshingni oldirib yurasan. Ularni bir yo'llik qilmasak bo'lmaydi. Axir ular yuqoridan kelgan tekshiruvchilar-ku. Ular bilan ilashib qolsak, bu yerdagi ishlarni pachava chiqadi. Bore o'sha Layloning oldiga, bore. O'yinimizga xalaqit qilma, bor sur. Kiyinib bo'ldingmi? Nima deysan? Mayka kiymaysanmi? Maykam yuvilmagan. Kim ko'rib o'tiribdi? Hey, menga qaraginsan. Ammamni buzog'iga o'xshab lalaymagin. Dangal gapirgin. Tushundingmi? Ular bizni boyvachcha deb o'ylasin. Tushundingmi? Biznesmen deb o'ylasin. Xo'pmi? Mana bu telefonni ataylab ovozini baland qilib qo'ydim. Ushla. Telefon qilaman. Kallamga bir ajoyib fikr keldi. Tushundingmi? Yana qanaqa fikr? Kim bilasan? Axir men hammasini sen uchun qilyapman, jinni. Bora qol. Bor.
Bismillah. Amin. Qadam yetdi, balo yetmasin. Yurtboshimiz omon, hayotimiz ravon bo'lsin. Nimaiki niyatimiz bo'lsa, niyatimizga yetaylik. Allohu akbar. Xush ketdilar. So'raganni aybi yo'q deyishadi, o'g'lim. Qayerda ishlaysiz? Oyi, bu kishi FBR'da ishlaydilar. Voy, chet el kinolaridagi agentlardan ekanda. Voy, muncha go'zal. Bizni xo'jaligimizni tekshirgan deganlar bular. Ha, tekshirgan. Shunaqa. Tekshirgani keluvdik. Oyijon, Sardor akamni firmasi ham bor. Rostdanmi? Voy, fermangiz ham bormi? Molam boqasizmi? Yo'q, ferma emas. Firmamiz bor. Biz haligi chet mamlakatlardagi firmalardan atirlarni olib kelib sotamiz. Kechirasizlar. Atir sotadilar. Bemalol. Alo, kim bu? Alo, bu atir firmasini boshlig'imi? Ha, menman. Alo, Kim bu? man tanimadingizmi xo'jayin? Hozir Parijdan uchib keldim. 50,000 yevrolik tovar olib keldim. Nima qilay? Skladga borib joylashtirganda hujjatlarni rasmiylashtirgin. Men komandirovkadaman. Ishni tugatib, tezda yetib boraman. Tushundingmi? Xo'p bo'ladi xo'jayin, xo'p. Bo'pti. Oyi, men ketyapman. O'g'lim, nondan yeb ketgan? Yemayman, kech qolyapman dedim-ku. Keyin sen telefon qilib qolding. Xo'sh? Voy do'stim, hammalarini-chi og'iz ochilib qoldi. Ana, yaxshi o'ylab topibsan. Ko'rdingmi? Men qanaqa aqlli odamman. Rahmat do'stim. Ko'rdingmi? Mana, hali bu qishloqliklarni og'zini-chi deb ochib qo'yamiz. Men qara. Ha? Haligi men Laylo bilan uchrashishga chiqqanimda, sen ham menga qo'ng'iroq qil. Gap yo'q. Kelishdik. Kelishdikmi? Besh tashla. Kelishdik. Ha? Namaste. Namaste. Yo'l bo'lsin, qizim. Singlimni ko'zi yorigan ekan. Ko'rib keling, dada. Ha, yaxshi. Borib kel. Dada, meni katta ziragimni ko'rmadingizmi? Seni ziraging bilan meni nima ishim bor? Bu yerda hech narsani topib bo'lmaydi. Narsalarim yo'qolgan. Rustam aka, Ha? rostdan ham meni yoqtirasizmi? Qiziq gaplarni gapirasiz, Laylo. Agar men sizni yoqtirmasam, shu yerlarga kelarmidim? Men sizni sevaman. Unda shaharga meni ham olib keting. Shaharda nima bor? Qishloq yaxshi-ku. Keling. Mumkinmi? Keling. Voy. Men sizga o'rgab keldim. Rahmat. Stolni ustiga qo'ya qoling. Maylimi? Xo'p bo'ladi. Voy, mehmon, zerikib qolmadingizmi? Yo'q, rahmat. Haligi xomishroq ko'rinasizmi? Yo'q, hammasi yaxshi. Tinchlikmi? Tinchlik, o'zim shunday siz bilan gaplashaylik deb kiruvdim. Nima qilyapsiz? Eringizdan qo'rqmaysizmi? Voy, bu yog'idan xavotir olmang. Erim bilan ajrashganman, jonim keling. Ajrashgan bo'lsangiz menda nima ayb? Turing, chiqib keting. Men ajratganmanmi? Keting dedim sizga. Ay, unaqa qilmang. Turing, iltimos sizdan chiqib keting. Voy, nima qilyapsiz? Chiqib keting. Ha? Voy, tavba. Axir siz shahardagi ishingizni tashlab qishloqqa kelmaysiz-ku? Voy, nimaga kelmas ekanman? Jon deb kelaman. Siz uchun jonimdan ham kechishga tayyorman, Laylo. Ishimdan ham kechaman. Hozir. Dadasi, yaxshimisiz? Bugun kechqurun uyga kelasizmi? Kim bu? Bu men. Xotiningiz. Voy, boshqa joyga tushdingiz. Alo. Aldoqchi. Laylo. Yolg'onchi. Uylangan ekansiz-ku. Layloxon. Laylo dedingizmi? Alo. Yana eski hunaringizni boshladingiz. Kim bu? Yaramas. Xotin bu. Uylanganman, kelsangiz ham baribir ham kirgizmayman. Bolalaringizni tirnog'iga zor qilaman. Siz hali meni bilmas ekansiz. Afiringiz. Alo. Assalomu alaykum xo'jayin. Xo'jayin, Germaniyadan 100 million so'mlik molimiz keldi. Nima qilay?
Pishirib ye. Laylo. Laylo. Qovun tushirding, do'stim. Tushirganda ham yomon tushirding. Menda nima ayb? Endi telefon qilmoqchi edim. Ana u juvon kirib keldi. Uni haydab chiqarib yuborgunimcha vaqt o'tib ketdi. Iltimos. Bir 2 soat ko'zimga ko'rinmay turgin. Iltimos, chiqib tur. Kirsam maylimi? Qaraver. Nima ishing bor? Sizda alohida ishim bor edi. Layla. O'g'lim Sardor, senga bir sirni aytishim kerak. Biz xotin farzand ko'rmadik. Keyin bola asrab olishga qaror qildik. Bir lo'li xotin seni olib kelib berdi. Mana bu rasm seni yoningdan chiqdi. Uni orqasiga Sardor deb yozilgani uchun seni Sardor deb atay boshladik. Bu sirni o'zim bilan olib keta olmayman. Uy-joy, mashinani, hamma narsani seni nomingga xatlab qo'yganman. Kunim bitdi shekilli. Alvido, o'g'lim. Rustam? 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 Nima? Tursenchi? Nimaga baqirasan? Bu nima yotish? Bu nima qiliq? Hozir. Ey. Sen nima qilyapsan bu yerda? Voy, o'zingiz asalim, jonim deb chaqirdingiz-ku? Bar xonadan chiq, tur. Chiqsam chiqaveraman. Tavba qildim. Nima kulasan? Voy boshim. Voy o'zimning boshginam. Qoyilman senga, o'rtoq. Voy boshim. Voy. Sardor. Iltimos do'stim, jon do'stim, yoqmayapti. Nimaga? Hidi yaxshi-yu buni do'stim. Hididan o'rgildim, o'zi qo'ynim borib kelyapti. O'chirgin. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sardor aka bilan Rustam aka sizlar bo'lasizlarmi? Mana bu xatni sizlarga berib yuborishdi. Kim berdi? Bilmadim. Sardor aka, Rustam aka, biz sizlarni qishloq chetidagi eski binoda kutamiz. Hoziroq ketib kelinglar, iltimos. Barno va Laylo. Qani berchi? Kechiribdi. Shunaqaga o'xshaydi. Bilardim. Kechirishini bilardim. Boshim og'rig'i ham o'tib ketdimi? Turib bo'lmasa ketdik. Ketdik? Yura qol. Shu yermikin? Ha, shu yer shekilli. Tavba. Shuncha uzoqqa kelishimiz shartmidi? Ha, qishloqda ham xilvat joylar ko'p edi-yu. Salkam 1,5 soat yo'l bosib keldik. Ha, mayli. Menimcha ular biz bilan bafurja gaplashmoqchi. Ha. Sardor, nega ular ko'rinmayapti? Kech qolishyapti-yu, ha? Negadir ko'nglim g'ash, do'stim. Menga qara. Nimaga sen qul yomonlikni o'ylaysan, ha, Tutti? Hazillashmasang-chi.
Xo'p, bo'pti. Xavotir olaverma. Hammasi yaxshi bo'ladi. Balki ular biz bilan bekim-ochoq o'ynamoqchidir, a? Ha, qiziq-ku bu. Lekin men shu narsani aniq bilaman. Ular bizni sevib qolishgan. Sardor? Devona mashrablar. Sevgili kuchini qarang. Shuncha yo'l bosib kelishga majbur qilibdi-ya. Ularga nima kerak ekan, Sardor? Bechora oshiqlari. Hozir Sarlan hayotingga nuqta qo'yamiz. Og'zingga qarab gapirlaring. Biz respublikada mashhur odamlarmiz, xo'pmi? Bu yerga tekshirgani kelganmiz. Agar sochimizdan bir tola tushsa, senlarni qamatib yuboramiz. Qani, yo'lni bo'shat. Shunday qilamanki, senlarni hech kim topolmaydi. Biz sport bilan shug'ullanganmiz, uka. Do'stim Sardor, taekvondo bo'yicha jahon chempioni. Men karatedan qora belbog' sohibiman. Sardor, O'zingni bos. Biz sizlarni tanimaymiz. Sizlarga nima kerak o'zi? Qizlarimizni tinch qo'yinglar. Shulardan ketinglar. Shumi? Shuni xalosmi? Bo'ldi, hafta kerak emas. Bo'ldi, ketdik. Jim tur. Menga quloq sol. Biz qishlog'ingizdan ketishimiz mumkin. Lekin Barnodan ikki dunyoda ham voz kechmayman. Shuni yaxshilab bilib qo'y. Tushundingmi? Qani yigitlar, tinchlaring bilan. O'ziyam. Bu hapla badarini bersizlarda, ozgina chidang, hozir yaxshi bo'lib qoladi, o'tib ketadi. Yomon o'tib boshladim. Ko'payib ketishdi. Keyin Sardorga o'tkazib yubordim. Ja, chiroyli bo'lib ketibsan lekin. Yaxshibdi. Sani ham qashqang joyida. Kechirasiz. Mehmonlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Tinchlikmi? Eshitmay yugurib keldim-da. O'tiring. Kim ekan ular o'zi? Nega mehmonlarimiz urushadi? Endi qo'yavering, yigitchilikda bo'lib turadi. Yomon bo'libdi-da. Ish qilib bizni qishloqda emasmikan? Yo'q, shahardan zabogani kelishgan ekan. Sal ko'proq ichib qo'yishibdi. Mayli, bo'lib turadi. O'tiring. Ozodaxon, qarang, yaxshilab qarang. Kamchilik yo'qmi? Rahmat. Men hozir kelaman. Xo'p. Xabar olib turing. Ular bizni deb kelishgan shahardan. Ana u bezorlar bilan ham bizni deb urishgan. Sardor aka menga hammasini tushuntirib berdi. Axir bunaqa bo'lishi mumkin emas degandim-ku senga. Sen bo'lsang Rustam akadan xafa bo'lib uni ancha ranjitding. O'sha kuni telefondagi-chi boshqa odam ekan. Bilmasam, o'sha kungi telefondagi xotini deb o'ylabman. Endi borib Rustam akadan kechirim so'ragin, xo'pmi? Xo'p. Yana mansiz nimani gaplashyapsanlar? G'iybat qilyapmiz.
Kelaveringlar, kelaveringlar. Mana bitta. Kelaveringlar, kelaveringlar. Mana. Rustam aka, mani kechiring, iltimos. Adashgan ekanman. Endi menda ham ayb bor. O'sha telefondagi ayol bilan gaplashmasligim kerak edi. Mana bu sizga. Rahmat, chiroyli. Bilasizmi Barnoq? Sizga bor haqiqatni aytaman deyman-u, lekin Yo'q, bu yoqqa. O'tirib qo'ymalaring. Qo'y bor. Hammasi hali. Qo'yinchi. Yordam bering. Qo'ylarni bog'lab qo'y. Yordam bering, Sardor aka. Shunaqa bo'ladi, es qo'ydi. Qo'y bor qo'limni. To'xtab qo'limni ushlab oling. Yordam bering. Sardor akayni endi tushingda ko'rasan. Kel qo'lingni. Bu yerda kimdir bormi? Akalar, qon-ku. Jon akalar. Bor, chiqib qarashib olding. O'zingizni berib turing. Nima bo'ldi? Sevgilimni o'g'irlab ketishdi. Chiqing. Qani. Ehtiyot bo'ling. Qani yuri. Ana ular qayerda qolib ketishdi? Bilmadim, ko'rmayapti-yu. Qo'lingni ko'tar, orqangga qarama. Ko'tardim. Sardor, ko'rdingmi? Men bularni tutib oldim. Sardor aka. Qo'y bor. Sardor aka, qaring. Yaqinlashma. Bardoni qo'yib yubor. Yaqinlashma dedim. Yigit bo'lsang, yakkama-yakka chiq. Yaqinlashma so'yaman. Mana senga. Yigitchasigami? Barno, Yo'qa keling Barno. Sardor aka, sizga nima bo'ldi? Sardor. Og'ayni. Turing, hammasi yaxshi bo'lib Sardor, ketadi. tur o'rningdan. Og'ayni, tur. Kasalxonaga olib borish kerak. Ko'zingizni oching. Qo'rqitmang. Sevgi dardida shunchalar azob chekibsiz-da. Muhimi omon qolibsiz. Rahmat. Kechirasiz, sizlarni men tanimadim. Saunada tanishganmiz-ku. Haqiqiy tekshiruvchilar bular ekan. Biz bulardan sal vaqtliroq kelib qolamiz-da. Uzr endi. Kechiringlar akalar. Ha, kechiringlar. Hech qisi yo'q aka. Bu bezorilarni ushlashibdi. Ular nafaqat nasha bilan, qoradori bilan shug'ullanishar ekan. Aytgandek, jinoiy ish ochildimi? Jinoiy ish ochaylik desa, hech kimdan davoim yo'q deyishibdi. Meni hech kimdan davoim yo'q. Meni ham davoim yo'q. Bo'pti, unda kelishdik. Nimaga yig'layapsan? Nimaga aldiydi meni? Sevgi, pul, mansab yoki obro' bilan o'lchanmaydi. Qalbingga quloq sol. Agar uni chindan ham yaxshi ko'rsang, orqasidan bora qol. Ketib qolmasin. Endi nima bo'lganda ham sizlar menga o'g'ildek bo'lib qolgandinglar. Hozir ketib qayerga borasizlar? Bizni kechiring, rais buva. Endi bu yog'ini nima bo'lsa ham peshonamizdan ko'ramiz. Qosali bo'lardi-da. Sizlarga shu yerda ish topib berardik. Qishlog'imiz odamlarni ko'rdinglar-ku, qanday mehribon. Hashar bilan sizlarga uy ham qurib berardik. O'zinglar gapinglar bor-ku. Qishloqning qizlari ajoyib bo'ladi-da deb. Qishlog'imizdagi qizlar juda odobli, samimiy qizlar.
Hosalaringiz yaxshi bo'lardi-da. Qishlog'imizda go'zal qizlar ko'p. Uylantirib qo'yamiz. Ming rahmat. O'zim uylantirib qo'yaman. Ha? Xo'p deya qolinglar. Rahmat. Ye? Rais va? Labay. Ha bu sizning yuzingizdagi rasm-ku? Qaysi biri? Ber. Mana qarang, ana. Qani? Bu rasmni qayerdan olding? Bu meni yoshligimdagi rasm. Oyim bilan dadamdan esalik bo'lib qolgan. Boqib olgan ota-onam aytib bergandi. Yo'qolib qolganimda lo'li xotin ularga olib bergan edi. Afsuski, ulardan ham tez ajrab qoldim. Keyin amakim meni majburan diddomga topshirgan ekan. Layla! Qizim Layla qarasan? Labay dada. Mana bunga qara qizim. Mana bu men. Mana bu onang. Mana bu qolgan o'g'lim Sardor. Akang bo'ladi bu yigit. Tushunmadim, rais buva. Mana tushunmayapsiz, akam ekansiz-ku. Singlim? Akajon. Onang. Seni istobingdan o'lib ketdi bolam. Do'stim, taqdirni qara. Bir aylanib otangni topding, singlingni topding. Endi men nima qilaman? Nega unday deysan? Ey, qizim gapini qara. Salom, menga o'g'il deysan. Jonim qizim, qara. O'g'lim bitta edi, mana ikkita bo'ldi endi. Eshitdingmi do'stim? Sardor aka. Sardor aka, men ham siz bilan ketaman. Siz yasha olmayman. Qizim, manzilga yetib keldik. Endi hech kim ish qayerga ketmaydi. Endi bu yog'i to'y. Manchi? Men hamma narsadan xabarim bor. Bularni to'yga qo'shib, sizlarniki ham to'yda. Qo'shaloq to'y ekanda. Qo'shaloq to'y. Farzand kim bo'lsin ey, kim bo'lsin ey. Alloh bersa to'ng'ich farzand o'g'il bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Alloh bersa to'ng'ich farzand o'g'il bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Hasan, Husan, Tohir bo'lsin, sho'x bo'lsin, ser mehr bo'lsin. Ibn Sino, Bobur bo'lsin, Sohib Qiram, Temur bo'lsin. Ibn Sino, Bobur bo'lsin, Sohib Qiram, Temur bo'lsin. Otam desin, onam desin, xalqim, yurtim, vatan desin ey. Alloh bersa to'ng'ich farzand o'g'il bo'lsin, o'g'il bo'lsin. Alloh bersa to'ng'ich farzand o'g'il bo'lsin ey, o'g'il bo'lsin. Bersa o'g'ildan so'ng kim bo'lsin ey, kim bo'lsin ey. Alloh bersa o'g'ildan so'ng kim bo'lsin ey, kim bo'lsin ey. Alloh bersa o'g'ildan so'ng qiz bo'lsin ey, qiz bo'lsin. Alloh bersa o'g'ildan so'ng qiz bo'lsin ey, qiz bo'lsin. Fatima yu Zuhro bo'lsin, Layli Shirin Barchin bo'lsin. Farzandayu chevar bo'lsin, husniga oy hasad qilsin. Farzandayu chevar bo'lsin, husniga oy hasad qilsin. Otam desin, onam desin, xalqim, yurtim,
vatan desin ey Alloh bersa o'g'ildan so'ng qiz bo'lsin ey qiz bo'lsin Alloh bersa o'g'ildan so'ng qiz bo'lsin ey qiz bo'lsin ey o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin otam desin onam desin o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin xalqim yurtim vatan desin o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin otam desin onam desin o'g'il bo'lsin qiz bo'lsin xalqim yurtim vatan